Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xohlasa 2026-yil qurilish mavsumini ham boshlab oldik. Biz hozir Aziya Texnogruppning showroomidamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda showroomda qanday uskunalar bor va narx-navolari bilan sizlarni yaqindan tanishtirib o'taman. Siz ungacha kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Biz boshladik. Xo'p, avtomat uskunalarga keladigan bo'lsak, 428 modellarimiz bor hozir bu yerda. 425, 525 hamda 628 modellarimiz bor. 428 modellarimizga keladigan bo'lsak, bu yilgi narx-navosi o'zgarmagan. $12,000, $11,000 dan $12,000gacha komplektatsiyasiga qarab yig'ib beramiz. 4 ta vibrator 2 kilovatdan har doimgidek dozator ham 2 kilovat bo'ladi. Lentasini aytgancha 5 metrdan 6 metrga o'zgartirganmiz. Full komplektatsiyasini dastavka ustanovkasi bilan 12,000 qilib beramiz. Ko'pchilik so'raydi, 28 bilan 25 ning farqi nimada? 428 modelimiz paddonni o'zi tortmaydi. 425 modelimiz paddon orqasidan o'zi kelib 3 qator qilib ukladka qiladi. Ya'ni bu anchagina joyni ekonom qilish uchun mo'ljallangan. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, 16,000 dan $16,500 atrofida komplektatsiyasiga qarab o'zgaradi. Shlaka blok, ya'ni beton blok hamda дорожный plitkani bitta uskunada chiqaraman deganlar uchun ikkita qolipi bilan, ikkita dozator, ikkita mishalka, dastavka ustanovkalari bilan apparatimizni $28,000 qilib beramiz. 525 modelimizga keladigan bo'lsak, birdaniga 5 ta chiqarib beradi, 39 ga 19 razmerdan. Narxga keladigan bo'lsak, dastavka ustanovkalari bilan 18,000. Aziya Texnogruppdan bitta zo'r taklif bor. Ishlab chiqarish quvvatini oshiraman, ya'ni ob'yomni oshiraman deganlar uchun gorizontal mishalkaning o'rniga vertikal mishalkalarni taklif qilamiz. Bu 1 soatda 25 kub tayyor mahsulot qorishtirib beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, $8,500. Xo'p, bizda albatta budjetli variant apparat so'raydiganlar ham bor. Orqamda turgan 7-8 xil apparatimiz yerga qo'yadigan, paddonga qo'yadigan, qo'l avtomat, ya'ni lentaliklari ham bor ichida. 7-8 xil variantimiz bor. Xullas, bularni ham g'amini o'ylab qo'yganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 dan 8,5 gacha komplektatsiyasiga qarab o'zgaradi. Yana kelishilgan holda qilib beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.